Hi everyone, welcome to our Language Training Center English Alphabet, and today we will learn simple present continuous tense. Assalamu alaikum sağolashlar. G'oyatli birlesh markazimizningki İngiliz tili ئېلىپپەسى mushtasim darslarga kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugun o'rganmoqchi bo'lgan dars nima desanglar, mush ingliz tilidagi eng muhim bo'lgan zamonlarning birisi hozirgi davomlashayotgan zamonni o'rganamiz. Xo'sh savoqdoshlar, bu hozirgi davomlashayotgan zaman degan ingliz tilida nima deymiz desanglar, simple present continuous tense. Hamda bu zaman nimani bildirdi desanglar, shu ish harakatininki shu so'zlanayotgan shu vaqtning o'zida bo'layotganligini bildirgan zaman shakli. Masalan, men hozir sizlarga nima qilyapman? Dars o'tayapman. Demak, hamda bu shu vaqtma, nima? Demakki, men bu shu ish harakat, bu shu so'zlagan shu naq vaqtda qanday qilayotgan bo'ladi? Naq yuz berayotgan bo'ladi. Naq yuz berayotgan bo'ladi. Masalan, men dars o'tayapman, sizlar dars anglayapsizlar degandek, shunami? Demak, bu zaman ifodalaganda shu mana qilyapman, qilyapti degandek, shunami? Demak, ish harakat shu so'zlagan shu vaqt saytida shu bo'layotganligini ifodalaydi. Endi buni shakli qarab qo'yinglar. Endi shu ish harakatni qilib uchun nima deymiz? Ega deymiz, shuna. Egisi boshda ega keladi. Demak, masalan, I. Uni nima? BP da. BP da tarjima qilsak shu bo'lsa degan ma'noda gap qo'yamda. Masalan, buningda nima? Am, is, are. Birinchi shaxsga nima desanglar? Am, ikkinchi shaxsga are, uchinchi shaxs birlik nima? Is. Okay. Demakchi, I degan birinchi shaxs BP dan kelgan nima? Am. Masalan, I am. Okay, endi bu feel-dinki qanday desanglar ing qo'shilgan, qaytilgan shakli. Endi men yerga ing nima degan gap desanglar, shu ing harfi. Bu Uyg'urchadagi wataman, watadu degan gap shu. Okay, playing o'yna, wataman, shunami? Agar he was u o'yna, watadu, o'yna, watsizlar degan gap. Demak, ing shu watadu, wataman, shunami? Football. Demak, bu shu qilayotgan harakat. Bu ya'ni bo'ldi to'ldiruvchi bo'ladi. Xo'sh, endi yerga to'ldiruvchi deganimiz nima desanglar? Shu ish harakatininki ob'ekti. Ob'ekti. Masalan, deganimiz shu ish harakatini qilg'uvchi. Masalan, I. Endi xabar degancha shu feel. Okay. Shu nimani qiladi? Nimani o'ynaydi? Shu futbolni. Shu futbolni ob'ekt qilib qanday qildi? O'yinni. Demakchi, I am playing football. Men futbol o'ynayapman. Demak, siz mushu gapni, mushu jumlani degan vaqtingizda naq shu ishni qilayotgan bo'lasiz. Masalan, men hozir nima dars o'tyapman. I am teaching. Shunami? Men dars o'tyapman degandek. Okay. Endi yana boshqa jumlalar qarab boqaylik, savodoshlar. Masalan, she is coming. U kelyapti. Demak, ing nima? Watidu. Demakchi, demak, mushu gap bo'layotgan vaqtida, mushu gap deyilayotgan vaqtida u qanday shu kelayotgan bo'ladi. She is coming. They are running now. Hozir ular qanday qilyapti? Yugurayapti. Endi egisi uchinchi shaxs ko'plik. Ular shunami? They are. BP da nima keldi? Are. They are running now. Ular hozir qanday qilyapti? Yugurayapti. Okay. I am doing my homework. Men topshiriqimni ishlayapman. Okay. My cat is climbing the tree. Mening mushkum bo'lsa yomishyapti. The tree nimaga? Daraxtga. Demak, mening mushkum daraxtga yomishyapti. And he is sleeping at the moment. Naq mush paytda u qanday qilyapti? Uxlayapti. America at the moment deganimiz payt, shunami? At the moment mush paytda, at data. Shunami? Mush paytda u uxlayapti. Demak, savodoshlar mush ustidan ostiga mush hamma jumla asosan shu gap deyilayotgan vaqtda naq shu harakatniki yuz berayotganligini ifodalaydi. Masalan, she is coming, they are running now, I'm doing my homework now, the cat is climbing the tree,
he's sleeping at the moment. Demek mush hamma sharkat aniq mush vaqt qanday qodir yuz beryotadi. Yuz beryotadi. Hamda mush zamonda eng muhim bo'lgan narsa nima desanglar, shu mush fe'llarning keyiniga ing qatish. Ing degan nima edi? Shu what to do, what a man degan gap. Shunami? Hamda bu ing qatqanda qanday desanglar, oxiri i bilan oyoqlashgan. Hamda shu so'zdagi i'ni hech qanday ohang, masalan, qanday qilmaydigan talaffuz jihatda talaffuz qilmaydigan so'zlar bo'lib qolsa, bu ing qatqanda shu oxirdagi i harfini elib o'tib, bundan keyin qanday qilamiz? Ing qatimiz. Masalan, birinchi so'z nima ekan? Have. Okay, have demaymiz. Shunaqmi buni? Buni have deymiz. Oxirdagi i'ni qanday qilmaymiz? Talaffuz qilmaymiz. Demak, talaffuz qilinmagandan keyin bu i'ni elib tashlab o'tib, qanday qilamiz? Bevosita ing qatimiz. Masalan, have, having. Masalan, take. Having deganimiz hamda bu have-dan nurg'un ma'nosi bor, hamda bo'lmoq, undan keyin ichmak, yemak degandek. Ma take deganda elib mangmoq. Taking, elib mang'yotidi, shunami? Take, oxiri take dedik. Take demaymiz, oxiri in talaffuz qilmadik. Shuni nima? Taking. Ride degan minmak. Masalan, otga minmak, eshakka minmak, motoga minmak, shunami? Riding. Okay, and riding oxiriga i talaffuz qilinmadi, shuni elib o'tib ing qatib. Riding. Endi bu yerga come. Qaranglar. Endi come ni talaffuz qilgandami, oxiri i talaffuz qilinmaydi. Come nima desanglar? Coming. Kelayotidi degan gap. Okay, endi agar shu so'zdagi i ma'lum ohang bergan bo'lsa, buning keyiniki u i'ni qanday qiladigan chiqarib o'tishga bo'lmaydi. Masalan, birinchisi be. Okay, be shu BP'dagi be, shunami? Being. Endi bu i ohang bari, shunami? Buni qanday qilib o'tishga bo'lmaydi? Qisqartirib o'tishga bo'lmaydi. Masalan, see degan i degan ohangni bari. Shunga bari i'ni qisqartirib o'tsak bo'lmaydi. Shunga sing bo'ldi. Shunami? Okay. Endi yana bir xil ahvol nima desanglar, so'z oxiri birla uzuk tovush bilan oyoqlashgan. Endi shu so'zning shu urg'uliq o'qiydigan yepiq bo'g'im fe'llarning oxirgi uzuk tovushni qanday qilamiz desanglar, qo'sh yezib, undan keyin qanday qilamiz desanglar, ing qatimiz. Endi ma bo'g'im degan nima desanglar, savolashlar masalan o'qilganda birlam o'qildigan. Hamda shu bo'g'im deganda bir bo'g'imda odat nima desanglar, bir tallam so'zuq tovush harfi bo'ladi. Bir tallam. Demakchi hamda bir bo'g'imliq, masalan, bir bo'g'im deganda set deganimiz nima? Bir bo'g'im, shunami? Okay. Buningdagi so'zuq tovush harfi nima? Ma ta talaffuz qilindi, oy harfi, shunami? Demak, ma set. Mush bir bo'g'im bilan oxirlashdi. Undan keyin so'zuq tovushningki meyada oxirdan sanaganda ikkinchi o'rinda bo'lish kerak. Okay, oxirdan sanaganda ikkinchi o'rinda bo'lsa, oxirgi uzuk tovush harfini qanday qildi? Bir qaytlab, undan keyin ing qatimiz. Masalan, sit, sitting, putting, run, running, shut, shutting, beginning. Ma begin ikki bo'g'imliq so'z, shunami? Begin. Birinchi bo'g'im nima? I ba, ikkinchi bo'g'im nima? Oy ba, shunami? Begin. Okay, begin. Okay, endi begin bo'lganda nima? Beginning. Buni qanday desanglar, birini qaytlaymiz. Beginning. Undan keyin nima? Swimming. Bir bo'g'im, shunami? Swimming. Suv uzyotidi degandek. Undan keyin hamda ing qatganda yana boshqa qanday desanglar, bu shu ko'pincha fe'llarga bevosita qativatsanglar bo'ladi. Masalan, oldingi ma'nosini bir deb o'tay. Masalan, sit o'ttirmoq, shunami? Sitting o'ttiryotidi, put qo'ymoq, qo'yayotidi, run, running, yugamak, yugurayotidi, shut yapmoq, shutting yapayotidi, begin boshlash, beginning boshlayotidi, swim so'zmak, swimming so'zmaydi. Uni masalan qaranglar, eat, yemak, eating, nima? Yeyotidi, shunami? Look, looking, qarayotidi, drink,
Şu içmek, içivadır. Drinking. Şuna climb yamış mak climbing. Yamış vadır. Sweep, süpürmek, sweeping. Qanday vadır. Şu süpürvadır. Demek hamda muşun qatqanda bular ma bayqı ama o bir bo'g'imliq yoki ikki bo'g'imliq bo'lganda so'z oxiri urg'uliq o'qiladigan yepiq bo'g'imliq beriladi. Masalan, yepiq bo'g'imliq degan masalan sit. Shunama mishariki sitting. Onun için ma'arif çoxum keyindiki şu bulabmı bu nimadan arayman desanlar şu so'zliq tovush harfi masalan I bulamdı, you bulamdı şu harfi keyindan sanaganda ikkinchi o'rinda bo'lsa, keyindiki şu uzuk tovush harfini bir qaytlab qanday qilamiz? Ayincha qatimiz.